Nima uchun inson ota-onasini hurmat qilishi shart? O'ylab ko'radigan bo'lsangiz, ota-ona degan zot sizni odam qilgan zotda ular. Masalan, men onamning qornida ekanman, onam menga ko'zidan ko'z bergan. Onam menga qonidan qon bergan. Onam menga o'z hayotidan bir hayot bergan. 9 oy qornida ko'tarib, bir o'limdan qolib, meni dunyoga keltirgan. Meni katta qilib odam qatoriga qo'shish mobaynida kechalarni bedor qilgan, uyqusini harom qilgan va menga go'zal tarbiya bergan. Va meni katta qilib odam qatoriga qo'shish bilan cheklanmasdan erta-yu kech insonlarning oldida hurmatim baland bo'lishini, rizqim keng bo'lishini duo qiladi. Qanaqa qilib men bunaqa zotni behurmat qilishim mumkin? Insonga o'xshab vijdon bilan fikrlasa, ota-onaga nisbatan bemehr bo'lish, ota-onani duosini olmaslik va ota-onaga nisbatan qarshi gapirish, ota-onani kamsitish to'g'ri keladimi? Vijdon bilan qarasa, bu insofsizlik-ku. Masalan, oddiy bir inson sizga 10 ming dollar bersa, shunchakidan shunchaki, hech qachon unutmaysiz uni. Ko'rganda "Assalomu alaykum" deb, kerak bo'lsa egilibroq so'rashasiz. Siz qanaqa qilib shu darajaga yetkazgan ota-onaning qadrini bilmasligingiz mumkin? Qanaqa qilib sizga ko'zidan ko'z bergan, qonidan qon bergan, jonidan jon bergan, hayotidan bir hayot berib, dunyoga keltirib, odam qatoriga qo'shib, siz nechiga kirishingizdan